Oy, Xanovka ma. Nima dedingiz? Mikroteatr? Amra? Oy, Xanovkam, nima berib amra olay sizga? To'xtang, mana hozir boraman. Mana, men kelib qoldim mana. Dünür apa, bu tortxon bilan tiztamaqan gelmeyen ekan go. Bu ikisi bir-birini tanımaydı ha? Bildim. Bir saatli paranlashma. Qaytib chiqib men sizga telefon qilay. Rahmat, deginangiz kelsin. Bu apamni shu mandata. Vat to'y qilmading deb kunda qaqshab quloqmam yevatdi degina. Va uyunga qanmadingmi deydi shu yerda. Va ko'rishib baqmamdim oldi bilan. Jima? Turib qilmadi. Bakın. Açılan. Siz saklayatkan kız. Ya nima? Yo'q. Ya men kiraman menga, o'tiring. Rahmat. Ya pechetgansiz-ku. Maqtag'iningizga rahmat. Dilradamga sat rahmat aytibman ham. Sizni Avstriyadan keldi deydi-ku. Nadin? Avstriyadan. Avstriya emas, Avstraliyadan. Gap qiling Avstriyaga qachon qaytasiz At qaytaman. Atda? Shunlashqa vaqt baqiz tezroq paranlasak. Ya paranlashqadek nemiz qoldi, bo'ldi tutdi-ku. Ya Rustam, adashma. Men to'y qildim qoldim qaradash. Voy. At Avstriyaga mangma adash. Ya to'xtab tur, qolgan gapni ko'rishganda degina. Men bolalarning hammasiga xabar qilatam. Bir jon yashaymiz mendan. Babturna parvardash. Bo'ldi. Juma xo'sh. Bo'ldi-ku, ham tutdi-ku mana. Jamiyat aqpichoq, qarpichoq amin o'ynab tutdinga qarang. Boladan vafo kamidi danganda. Ikkimiz da chetalish yashamamdiq deyman. To'xtang. Bu degan ikki odamning ishi. Meningmi gapimni anglab qo'yishingiz kerak. Gap qiling. Men bilan rostli to'y qilgangiz bormi? Dahshatdanga. Undaqda hozir bir-birimizni tushunmaymiz. Ham tushungidek vaqtmi yo'q. Shuning uchun men sizdan bir qancha savollar so'rab baqsam qana bular. Ya'ni imtihon deydigan narsa dahshat xo'sham yo'qdi danga xon. Addiroq bir narsani so'rasiz maqimi? Bo'ldi. Danga. Birinchi savolim. Mening bir ojiz singlim bor danga. Shu singlimning biz bilan birga turishi qanday qaraysiz? Qanday ojiz? Shu kichigida bolalar paralish bo'lib saqayanmagan. Hozir mangolmaydi. Xo'tim bunday ishvadanga taqa. Bo'ptam bu tuz-tuzni qanday qilamiz? Ya to'xtab tur, uni baqadigan ishvadanga taqa. Albatta. Ya men o'sha odam baqadigan shuni dahshat qo'sham yo'qdanga ham. O'zingiz qarasizmi? Tushundim. İkinci savolim. To'xtang Ya Avstriyada diba-pibalar borda. Diba? Bo'ldi gap qilinganda. Navoda ikkimiz to'y qilib bo'lgandan keyin siz mening ko'chada bir akish bilan paranglashib turganimni ko'rsangiz, o'chaq siz qanday qilasiz? Manda o'ynaringiz badanga taqa. Qanday qilatib quloqdingiz yesiz kashini to'g'rilab qo'ymagan. O kishining kimligini so'ramamsiz? Va nima chatqib bu aqsani kimligi bilan piyni kesitman deb qo'yna. Avstraliyada odam urushi ig'ir oldi. Uning ustiga so'loq tushadigan gap.
Xon, men qo'rqoq savatdamsiz. Kichiksak bola chiqdi, chanaydigan chana peyni kesgan kesib qo'yga qarab, ostriya-postriyaringiz to'p chiqib ketimiz. Xapolmang. Men chaqchaq qilib qo'ydim. Xapolmang. Dönür apangizga telefon qildi, Xo'sh. Va nega? Kashif ballarni chaqirib qo'ydim-ku. Pasportimni ozroq bijirgan ish bor, shuni bijirib olsam bo'lmaydi. Kechiring. Qiziq kichkinaman va. Rustam odam, kashkishlar suvchilashdi qaran. Va kishini paranglasam bulamdi deydi xiya. Aslam Dönür apa. Qaytib chiqdim. Qiziq bola ekan. Men qolgan gaplarni ko'rishgan deb beray. Ma tiztamaxondagi yigitning ismi Akbarmi? Qanchinchi stal? 4-stalmi ekan? Bildim. Aslan. Shundaq. Men shu kishi bo'laman. Saqlab o'tdimmi qandaq? Hech yo'q. Qizlarni saqlash biz erlarning burchi. Keling, o'ltiring. Qiziq gap qilgansiz. Siz o'ylig'inimdimi xelali go'zal ekansiz. Sohib Jamol desimi ortiq ketmagidek. Xuddi rivoyatlardagi hur parida, ha? Ya'ni texi. Aka, maqtag'anga qo'saq to'ymaydi danga birani yemsizlar ya. Kam. Safarga chiqadigan odam qatnash bekitiga, vokzalga yoki aydromga, go'sht olmoqchi bo'lgan odam qushxonaga, yuyinmoqchi bo'lgan odam monchiga boradi. Biz oshxonaga kirgan ekanmiz, albatta tamoq yeymiz-da. Yo, birim, agarda bu gapni men degan bo'lsam, siz tamoq yemay turib qo'sqingizni to'yg'izib oladingiz-kan, aka? Ammo tamaxonning tamoqlarini bek yaxshi deb anglagandim. Birana desa qandaq? Siz qandaq yemekliklarni iste'mol qilishni yaxshi ko'rsiz? Men bo'z bo'laverdi. Men tavab yey. To'g'ri. Yevropaliklar hayvonlar go'shtini iste'mol qilishni yaxshi ko'rdi. Asosliq tamoqdan nima yeymiz? Men chechirish yey. Kan, anvaqmay bu yoqqa qarang. Elbaka tamoq qachingizdan ayrilib qolmang yana. Bizga 2 kishilik cho'chirsi jeqroq bo'lsin. Men bilaman. Sizlar odatda bir qachiga 15 taldan solisizlar. Bugun 20 taldan silinglar. Bir yo'n qo'shib beray. Yana 2 ziqdan 4 ziq kebab. Bo'ldi. Buyurtgan tamoqingizdan gapingiz to'lik aka. 111 koy bo'ldi. Nima? Nimachi bo'lib ketdi? 20 talliq ishga qo'shir 11 koy. Talonga qo'shilgan 10 tal cho'shirga 1 koy pulni o'shib qoldim. 4 ziq kebab 100 koy. Chunki bizning bu tez tamoqxonamizda balkabdan boshqa kebablar chiqmaydi qaran apandim. 1 ziq 25 koy. To'xtang. Hisobotingizni qaytadan. Bizni ahmaq yoki sahrolik ko'ryapsiz? Mo. E'lon. Maqsam. Aka, siz emas, men sahrolik. Gerçi benim pulum bo'lmasin bağı, mening ko'nglim siz yashayotgan shahardaklam ekan. Choy ichga o'tirgan edi. Rahmat. Ma chaynakchining holining uyg'onligini? Texi og'zidan biz ziyolilar deydigan ko'ngil, shahar, sahra degan so'zlar tushmaydi. Güzel nazlini ko'rib yayirgan ko'nglimni ajab sutga chivin tushgandeklik qilib qo'ydi. Kechiring, kayfiyatimni tanishib olay. Man qarang. Baya pulni siz to'layotgan masala kelsak, u pulni men cho'qim sizga qaytarib berman. Hech bo'lmaganda 20 ming o'simi qaytarib berman. Baya
pulni to'ligicha sizning bilaklaringizdan tortib yurishni adab nuqtasidan to'g'ri ko'rmadim. Hech qisi yo'q. Qaysini so'rasak o'xshashku. Yo'q. Siz bir ishlarga bir taraflama qaraydigansiz. Alayliq. O'zimizning gap ekansan qandaq. Mantiqliq gap qildikansiz. Vaqt demak, oltin demakdir. Qarang, hozir bir-birimizni tushunmaymiz, ham tushungidek vaqtmi yo'q. Shuning uchun adabsizlik bo'lsa-mu, men sizdan bir savoldan so'rab baqsam qanday bo'lar? Qani, muborak savolingizni boshlang. Quliqim sizda. Rahmat. Masalan, ikkimiz bir yerda yinib kech qoldik. Oldimizni bir top masala to'sib olsa, siz qanday qilasiz? Avval bizning go'zal kelgusimizga sizning bundaq xunik voqealarni qo'shib qilgan xiyollaringizdan intayin afsuslandim. Lekin kerak yo'q. Javobim shuki, men azaldan taloq chiqsam, kech soat 7 dan burun uyga cho'qim qaytaman. Bundaqda bexatar bo'ladi. Sizningmi shundaq odatni yetildirishingizni umid qilaman. Bundaqdan. U masalan navod 7 dan burun chiqqan bo'lsa-chu. Ondaqda ansirashning texma hojati yo'q. Chunki u chaqdagi yo'ruq. Biz keng xalq ommasining yordamiga erisha olamiz degan gap. Yaxshi. Naydi zidingiz odam kelsin. Ay, kechir to'y to'kinga bormamsiz? Yo'q. Asosan bormayman. Men undaq ishlarni vaqt isrof qilish deb o'ylayman. Shundaqmi? Shundaq. Men bir qadar ishlarni atrofliq o'ylaydigan odamman. Tushundim. Ikkinchi savolim. Mening bir niyat singlim bor. Shu singlimning biz bilan birga turishi qanday qaraysiz? Dilnur adam ajab bu uchun nima aytmabdi-ki-na? Bexastalik qilibdi. Man qarang. Ikkimizning to'ylishish ishini astoydil o'ylanib ko'rsam bo'g'idek. Ha? Aslam Dilnur opa. Ha, men aytpaman endi. Nima? Bir soatdagi uchrashmoqchi bo'lgandik-ku. Tushdi deb beryaptimi? Ma'qul. Xo'sh Akbar, siz bilan tanishganligimdan intayin xursandman. Singlimning masalasini astoydilroq o'ylanasiz. Xo'sh. To'xtang. Ishqi qach cho'chir bilan tuzliq kavobni qanday qilamiz? Siz odatda bir ishlarni ayt atrofga qo'yadigan odam ekansiz. Men sizning ularni yaxshi bir taraf qila oladiganingizga ishonaman. Xo'sh. Güzel nazdan ketdi. O endi kelmaydi. Biroq singlisning ishi kelgusi turmushimga iqtisodiy krizis borni keltirib chiqarishi mumkin. Xayr, o'ttamga mehmonning ketguni tuzuk. Yaxshimisiz? Meni Ipak yo'l qatilish maydoniga Yevropacha restoran qapirib qo'ying, rahmat. Oy, kechirsiz. Men sizni unda ajraqiyaga qapirib qo'ymayman. Xapamay boshqa mashina to'sangiz. Mashinangizni to'ssam, o'zingiz to'xtadingiz. Men endi o'g'ani qanday mashina to'smoqman? Xapamay qapirib qo'ysangiz bo'pti-ku. Qarasam, sovuqda mashina to'sayolmay turibdi ekansiz. Yiqroq bo'lsa qapirib qo'yadigan til. Unda ajraqiyaga borolmayman, kechir. Qara, mening bekchi deyishim bor edi-a. Xapamay qapirib qo'ysangiz bo'pti-ku. Men qancha desangiz, men shuni beray. Xapamay qapirib qo'ysangiz bo'pti-ku. Uyda yashinib qolgan opam meni saqlayotdi. Voy, nimada? Kechiring. Qarang, mening bek jiddiy ishim bor edi. Xapamay opirib qo'ysangiz bo'pti-ku. Men endi o'g'ani qanday mashina to'smoqman? Qancha desangiz, men shuni beray. O'tinib qolay. Ma'qul, opirib qo'yay. Rahmat. Mandaq ostaydigan odam. Qarang. Mashinangizni tezroq haydasangiz bo'lmamda. Qarang, sizning ashyo saqlayotgan ishingiz hayotingizdan muhimmi? Sho'pirlikning mas'uliyati og'ir.
Mashinaga bir kishi chiqqan ekan, dal shu daqiqaning o'zida uni manzilga bexatar yetkazish mas'uliyati shoferning zimmasiga yuklangan bo'ldi. Kechiring. Men buni o'ylamabdiman. Hech qisi yo'q. Xizmatingizni bek yaxshi ko'rgansiz-da? Shundoq. Xizmatim jafoliq, lekin ko'ngilli xizmat. Nimiz jafoliq bo'ldi? Kunda shundoq shahar aylanib yuradigan gap. Lekin qor taksi haydash qonun xilof ishda. Shundoq. Qor taksi haydash haqiqatan qonun xilof. To'y qildingizmi? Yo'q, daqiqa. Nima uchun to'y qilmadingiz? Apam yashinib, mengizgilash kasallik giribtor bo'lib qolgan. Qizlar uni kutishdan qo'rqib olgan, yamiz ketib qolishdi. Endi qanday qilmoqchi bo'lasiz? Apamni beqiyverma. Navbat siz yaxshi bir qiz uchirsa, o qizning meyibsini so'sa, o'chaq siz qadaqsiz? Avval o qiz bilan to'y qilma, ondan apam bilan tanlasa tang boqamiz. Qaysi yaxshi qizning meyibsini so'sa? Mening. Ha, o'ktam qiz. Bu kez shuncharoq yolg'iz menibsiz-ku. Qarang, so'zlasam qiziq gap to'la. Men hozir o'zimga yigit tanlayapman. Hozir ko'rishmoqchi bo'lgan yigit bugungi 3-si. Anglasam, puldar yigitga. Vah. Bir kunda 3 yigit bilan ko'rishdingiz. Xuddi vazifangiz borda. To'g'ri. Mush 3 bilan ko'rishgan vazifam bor. Qarang, men Avstraliyada o'qiyman. Bu qatim qaytib kelishimdagi maqsad turmushimni o'xshashdi. O'ylimga yedim, maktabimdan jiddiy telefon qilib, men iltimos qilgan tadqiqot turining tasdiqlanganligidan xabar topdim. Mush 3 kungacha ular bilan ko'rishmasam, bu fursatdan quruq qoldi ekanman. Navod mush qatim kessam, 5 yilgacha qaytib kelolmasligim mumkin. Shuning bilan kichik opamni o'rlashtirish bo'yicha mush 3 yigit bilan ko'rishib, uchundan orasiga birini tanlashim shart bo'lib qoldi. Menga amal yo'q. Beshingizga eg'ir kun kelibdi. Rastaysiz. Eng oxirgi umid mush yigitda qoldi-da. Demak, oldingi ikkisi imtihondan o'tamabdi-da. Qo'yilgan umr 5 yil tuvan. Mana keldik. Ana Asha shu. Ey, siz u yigitni ko'rib boqmisangiz, qanday topsiz? Topalayman, belgisi bor. Vah, bir ko'zini dengiz qarasida keng o'tdi-mi? Yo'q, bo'ynida 150 grammlik zanjiri, belikida Rolex markalik soati. Yani dedi, ha, 5 karatlik brilliant oltin uzuk taqib olgan yigitgan. Voy, bechora. Mo'shuncha valla tumirtesini ko'tarib sizni saqlayapti-da, ha? Amal yo'q. Siz, ey, bu belgilarni ash yigit o'zi deb berdi-mi? Ya, opsi kichik opam deb beribdi. Sizga omad tilayman. Rahmat. Kechiring, yenimda pulbek ozga bayatni o'ylamag'ayatni azroq chiqim bo'lgan deydi, ha? Ayak o'nisini qilaylik. Mayiqin atrofdagi pul ilish mashinasi qilbadi. Men shuni deyib men sizga beray. Siz boya qanchalik desangiz shunchalik bera olayman deb cho'ng so'zlar aytmoqdingiz. Siz meni aldamchi demoqchimi? Voy tam. Telefoningizni bera. Atman sizga cho'qim yetkazib berman. Shu joyda bilasiz. Bu yer Samsun bakenda. Men chiqib olsam tiyey. Undan keyin bir stakan optisin suv qo'shib qo'ying. Rahmat. Shulima? Tuzukroq bir narsa yesangiz bo'lmamdi. Masalan, pizza, qilib pishlig'i, qusqushpaqa, rak degandek. Men u narsalarni bek ko'p yegan. Mening samsigim bor. Efendim, sizchi? Menga pizzadan birini, to'rtal cho'ngroq, isl qizlaraqdan bir potul keltiring. Efendim, bizning bu yerda har bir tal cho'ngroqning bahosi 300 yuan. Men bahosini so'radimmi? Kechiring efendim.
To'xtang. Yo, opa. Bu yadrakning basini 300 deydi ku. Ha? Bu shunda qimmatga shu. Ha, ma'qul. To'xtang. Rakni mayda pishirilgan bir taqs kichikroq qalmashtirib eting. Qarang. Avval men so'zlay, bo'lmasa unutib qoldi ekanman. Men bilan to'y qilaman desangiz, azmanda bir qancha shartlar kunishingiz kerak-ku. Kerak-ku? 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 Kerak-ku shu. Davomlashtiring. Mening 3 qavatli dacham bor. Biz to'y qilgandan keyin ota-onam va ini-singillarimiz bilan bir oy turishingiz kerak-ku. Qaytib kelishim kerak ekanda. Men xotin bo'g'ichi, mening va ota-onamning xizmatidan yaxshi chiqa olish kerak-ku. Qayin ota-onaning xizmatini qilish har bir kelin bo'g'ichining burchi. Men qarang, ularning xizmatini mening qaysi darajada qilishimni talab qilyapsiz? Qaysi darajada? Buni men bilmadim. Ondan tamoq yetishga o'tish huquqi bo'lishi xizmat qilmasak kerak ekan. Mushlan qilasiz, unda men bu to'y qila oladi ekan. Shu chaqda oltin jabduq kiyim-kechak yemak-ichmak to'yliq deganlardan ham chiqimsiz bo'ldi-ku. Tugdimi? Tugdi. Bu sizning talabingizmi yoki? Yo'q, opamning talabi. Tushundim. Mening bir talabim bor desam qandaq? Ha? Sizningmi talabingiz bormi? Albatta. Mening bir meyib singlim bor. Shu singlimning sizlarning osh 3 qavatli dachida biz bilan birga turishi qanday qaraysiz? Ha? Opa, bu qizning bir meyib sonsi aka, bizdan bir tursa bo'lamdi. Ha? Chapsan gap qila, o ko'zimni ichi qarab turdi. Ha, ma'qul. Ha, opam, oldi bilan sizning bizning fikr qo'shilamdi-ki, qo'shilsa bu ishni ondan deyishayli deydi. Amsa apangizga aytib qo'ying. Apangiz bugun sizni bu yerga umrini siz bilan o'tkazmoqchi bo'lgan bir qiz bilan uchrashish uchun emas, balki bir tijorat to'xtam tuzgilab atibdi. Uning ustiga bu to'xtam faqat oxiratning manfaati uchun tuzilgan, betaraf uchun intayin tangsiz to'xtamga. Siz bir taxs kichikroqingizni oldirmay gap qaytasiz. Apangizga mendan salom ayting. Opa, bu qiz gapga javob bermay ketib qoldi-ku. Ha? Ketishdan burun nima dedimsa? Bir to'xtamning gapini qilganda qildi. Ha, sog' salom aytdi tihi. Va kichikroqingiz o'zingiz yeyting deydi. Ha, sarankan-da. Opa, men qanday qilmay? Ha, og'il kelamsa, ma'qul. Meni pulni bermasmikin deb saqlab turibsiz-da.
Qarang, men sizni menga pulni bermasmikin deb saqlabdimdim. Odam hayotida qo'ldan berib etmas tegishli ikki narsa bor. Shuning birinchisi uyga qaytadigan eng oxirgi mashina. Men sizni shu mashinani qo'ldan berib etmasin deb saqlab turdim. Rahmat sizga. Parakeni ko'rinsiz. Demak, bu yigitmi imtihonni o'tamabdi-da? Nol qo'ysam ortiq ketadi. Endi qanday qilasiz? Qanday qilishim bilmayman. Beshanam mustaq ta'tir o'xshaydi. Siz yaxshi qiz ekansiz. Qanday deysiz? Boy yigit bilan ko'rishga chiqqan qizlarning ko'pincha piyoda qolmaydi. Shuni qarab deyman. Qanday qiladi? Meyip singlingizni gapini anglab, yigitlar o'zini oshkorlagan o'xshamamdi. Şumu bir sebep. Ameliyatı mening unda singlim yo'q. Mening bir enim bor. Avstraliya bilan Yapon aralığıdaki aeroplandan löçük. Her aylık maaşı 10.000 dolardan aşıdı. Siz bu singlingizni shu yigitlarni sinash uchun to'qib chiqib ekansiz-da? Lekin hech qaysi imtihonda o'tolmadi. Ne gapirib qo'yma. Baldılar. Aldı bilan avtomatik pul ish mashinasi topayli. Ondan keyin tamog'i o'xshaydigan oshxona gapirib qo'ying. Men bugun och qoldim. Mushkashda o'zingiz yog'iz tomoq yemsiz? Endi menga ish bering. Haqiqatan opangizmi tomoq yemidi? Opangizni chaqirib oling. Men sizlarni mehmon qilib olay. Bo'ldilar. Yana men mehmon qilay. Sizning menchilik pulingiz yo'q. Yenimni bo'lmagan bilan kartamda borda. Kartangiznikini qo'ysangiz meniki yetmaydi. Kart taksi haydab shuncha pul topdingizmi? Kim meni kart taksi haydaydi deydi. Men bu shahardagi cho'ng bir tashqi savdo shirkatining xo'jayini. Nima? Chaqchaq qilyapsiz ya? Ras. Ansi bayatın opamni boqaman deb to'y qilamadim dedingiz-ku. To'y qilamadim dedim, lekin kart taksi haydaymadim dedim-da. Amsa nurg'un qizlar ketib qoldi deganingiz-chi? Shundoq. Nurg'un qizlar uchirdi. Ularning ichiga kirib chiqsam, ularga mo'yimay mening pulim bilan o'rnimdiki. Ularni ketkizib etdim. Ular shuni bilan ketib qoldi. Sizni aldabdimanmi? Yo'q. Aldamabsiz. Odam hayotida qo'ldan berib etmaslikka tegishli ikkinchi narsa nima? Sizning qadringizga yetadigan odam. İmtihanınızga men qatnashib qolsam bo'lamda? Buningdan keyingi ifodangiz qarab bir narsa-ya. Ismingiz nima? Amra.